Bugungi kunda qurilish sohasida sifat va xavfsizlikni ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois qurilayotgan binolarning mustahkamligi va me'yoriy talablarga muvofiqligini o'z vaqtida tekshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi qoshida faoliyat yuritayotgan qurilish sinov laboratoriyasi tomonidan hozirgi kunda 30 dan ortiq turdagi qurilish mahsulotlari laboratoriya hamda sayyor sharoitlarda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu sinovlar zamonaviy asbob-uskunalar yordamida amaldagi davlat standartlari asosida amalga oshirilmoqda. Navbatdagi sayyor laboratoriya sinovi Samarqand viloyati Pastorg'om tumani Chortut mahallasi hududida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy binosida o'tkazildi. Tekshiruv jarayonida binoning birinchi qavati ustunlaridagi beton mustahkamligi GOST 22690 davlat standart talablariga muvofiq ravishda buzmasdan sinash usuli orqali o'rganildi. O'tkazilgan sinovlarning dastlabki natijalariga ko'ra, beton mustahkamligini belgilangan me'yorlarga javob berishi aniqlandi. Yakuniy xulosalar esa bir ish kuni ichida rasmiylashtirilib, qurilish tashkilotiga belgilangan tartibda taqdim etiladi. Qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binosini temir beton konstruksiyalarini tekshirdik. Bunda bizlarda Onyx va Shmet yordamida beton mustahkamligini aniqladik. Loyiha talablari asosida bajarilayotgan temir beton konstruksiyalari, ustun va to'sinlarni tekshirganimizda dastlabki xulosalarga asosan beton loyiha hujjatlariga asosan qurilayotgani aniqlandi. Qayd etish joizki, inspeksiya qoshidagi qurilish sinov laboratoriyasi tomonidan bunday nazorat tadbirlari muntazam ravishda olib boriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad aholi uchun barpo etilayotgan turar joy binolari va inshootlarning sifatli, mustahkam hamda xavfsiz bo'lishini ta'minlashdan iborat.